Ikra joniga tegganlar uchun maxsus baqlajon po'stini zebra shaklida artib chiqamiz. Chunki qovurib dimlaganimizda yo'q bo'lib ketmasligi uchun axir biz baqlajon sevamiz. To'ralgan baqlajonlarga ancha-muncha tuz sepib yarim soatga tindirib qo'yamiz. Piyoz, pomidor, dungan qalampirini tayyor qilib olamiz. Chesnok ham esdan chiqmasin. Dunganni achchig'idan qo'rqmasdan foydalaninglar. Qovurganinglarda achchig'i yo'q bo'lib ketadi. Yog'ni qizdirib olib, baqlajonlarimizdan birin-ketin solamiz. Free qovurgandek qizartirib yog'larini silkitib qovuramiz. Hamma baqlajonlarni qovurib olganimizdan keyin qolgan yog'iga piyoz, dunganskiy, pomidor, chesnoklarni solib, videoda ko'rsatilgandek dimlab qovurib olamiz. Tuz, paprika, quritilgan ko'kat. Yana xohishga ko'ra kalina blanka sovursanglar ham bo'ladi. Qovurilgan pomidorlarni yaxshilab ezib, ustidan qovurib olingan baqlajonimizni solib 10 daqiqaga dimlab qo'yamiz. To'g'risini aytaman, buni hidi odamni jinni qiladi. Kokatlarni solamiz. Bunaqa salatni hovlida muzdekini fontanlarni yoqib yemasam bo'lmaydi. Tayyor bo'lgan salatimizni xolodilnikka qo'yib xohlagan paytimiz bo'lkanonlarni ustiga surib mazza qilib yevasak bo'ladi. Yurechani qizartirib qo'ysanglar juda ham xursand bo'lardim.